bizim sarımsak piyaz ekkanimizge men 10 yaşımdan başlayıp ekkanimizde. 10 yaşında başlayıp ekkanimiz. Aldı bunun urug'ini birinchi Qozog'istondan olib kelganmiz biz. Birinchi bo'lib mana shu qishloqda biz ekkanmiz. Keyin akam ekdi. Shundan asta-asta ko'payib ketaverdi. Oldin 1 sotik ekdik, keyin 2 sotik ekdik. Asta-asta ko'paytirdik. Mana bizim tirikchiligimiz mana shundan. 4 o'g'il uylantirdik, 2 ta qiz chiqardik. Shuna sharoitimiz yaxshi. Xudo qalasa mana buni yig'ishtirib olgandan keyin o'rniga kartoshka ekamiz. Makka ekamiz. Shu kimga haligi o'rgat desa, kelsa o'rgatamiz. Ekishlarini. Ko'p odamlarga o'rgatdik.